Qil ko'prikda yo'l yurdi rosa 45 daqiqa. Nahot yetdim behishga, taqdirim qutlug' ekan. Demak foniy dunyoda gunohlarim yo'q ekan. Shu vaqt arsha a'lodan kimdir bir vahiy dedi. Ey muallim, aslida gunohlaring ko'p edi. Qil ko'prikdan o'tmoqqa senga tole yor ekan, ta'limingni olgan ko'p shogirdlaring bor ekan. Sirot ko'prigi uzra bir o'tishdi ular. Har bir gunohing uchun yelka tutishdi ular. Hayratdan qotdi ustoz toleye kulganiga. Allohga ming hamd aytdi muallim bo'lganiga. Qissadan hissa shulki, haq karami keng ekan, muallimning har darsi ibodatga teng ekan.